Avstraliyaning ABC xabarlari to'g'ri bugun Uyg'ur yosh Mirzo Tahirning Turkiyada turganligi sababli 25 yil kesilganligi haqida tafsiliy xabar e'lon qilgan. Xabarda aytilishicha, Avstraliyaning Melbourne shahrida yashayotgan Mihray xonimning yo'ldoshi Mirzo Tahir yangi to'y qilib uzun o'tmay Sharqiy Turkistonga ketgan va tutqun qilinib, jazo lageriga qamalgan. Mihray xonim yo'ldoshining bexatarligidan ansirab, buni axborot sohasiga oshkorlamay sukut qilib kelgan. Ammo Mihray xonim 2 hafta ilgari yo'ldoshi Mirzo Tahir haqidagi yangi qayg'uli xabarga erishgan. Mihray xonim egillagan uchurdan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Mirzo Tahirni Turkiyada turganligi sababli bo'lgunchilik tuhmati bilan 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Uzundan beri yo'ldoshining bexatarligini nazarda tutib qilgan sukutining hech narsaga foydasi bo'lmaganligini bilib yetgan Mihray xonim oxiri Avstraliya ABC kanalining maxsus ziyoratini qabul qilgan. O muxbirga yo'ldoshining Xitoy tarafidan atalmış bo'lgunchilik bahonasi bilan 25 yil kesilganligi, bu hukmning amaliyotda intayin bema'ni ekanligini, yo'ldoshining Xitoy tuhmat qilgandek bo'lgunchilik harakati bilan shug'ullangan odam emasligini, uning faqat Uyg'ur bo'lganligi sababli kesilganligini bildirgan. Xitoy hukumati Angliya parlamentining Uyg'urlarga qarshi qilmishlarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan qarorga qattiq inkos qaytardi va angliyaliklar o'z masalasiga ko'ngil bo'lsin dedi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan mundaq dedi. Şinjandagi atalmış irqiy qirg'inchilik xalqaro kuchlarning Xitoyga qarshi o'ydirib chiqargan g'oyat zo'r yolg'onchiligi. Xitoy hukumati va Şinjandagi har qaysi millat a'zolari bu xil ayblashni qattiq ayblaydi va qat'iy qarshi turdi. U bu qarorni ovozga qo'ygan parlament a'zolari haqida mundaq dedi. Angliyada yetarlik masala bor. Angliya parlament a'zolari o'z ishlariga ko'ngil bo'lishi va o'z saylovchilarining masalasini bartaraf qilish kerak. 22 aprel kechda Angliya parlamenti ma'qullagan qarorda Uyg'urlarning insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikka uchraganligini o'tirib qo'yilgan. Angliyadan burun Amerika tashqi ishlar ministrligi, Kanada va Gollandiya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan edi. Amerika ovozining xabarda bildirishicha, Xitoy armiyasi Yaponiyaga to'g'ri hujumi qo'zg'ash qilmishiga chetishliq deb qaralayotgan bo'lib, Yaponiya adliya organlari vaqaning tafsilotini tekshirishga boshlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Yaponiya hukumati 20 aprel Yaponiya soqchilarining taxminan 200 Yaponiya shirkati va tadqiqot o'rniga qilingan to'g'ri hujumi vaqasini tekshirishga boshlagan bo'lib, bu hujumni Xitoy armiyasi bilan munosabati bor deb qaralgan xakerlar guruhining qo'zg'aganligi faraz qilingan. Bildirilishicha, Yaponiya olam qatnashi idorasi to'g'ri hujumiga uchragan bo'lib, kabin bosh kotibi Katsunobu Kato muxbirlarga Yaponiya soqchilari Yaponiya olam qatnashi idorasining to'g'ri hujumga uchrash delosini taftish organlarining yanama ilgirlagan holda tekshirishiga yo'lladi. Yaponiya soqchilari Xitoyning xakerlar guruhisini Xitoy armiyasining ko'rsatmasi bo'yicha 2016 yildan 2017 yilgacha Yaponiya olam qatnashi idorasiga bir qator to'g'ri hujum qo'zg'adi deb qaraydi degan. Turkiya davlat raisi Erdo'g'an bilan Amerika prezidenti Bayden tunji qatim telefonda ko'rishdi. Egilanishicha, ikki rahbar Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlar yig'inida ko'rishishga qo'shilgan. Aqsaray bayonot e'lon qilib, Cumhur rais Erdo'g'an bilan prezident Joe Bidenning o'zaro telefonlashib, ikki davlat va rayonga aloqador masalalar to'g'risida so'zlashish uchun iyun oyidagi Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti NATO boshliqlar yig'inida ayrim ko'rishish haqida birdaklik hosil qilganligini uqtirdi. Bayonotda yana Biden Erdo'g'an bilan o'tkazgan telefon suhbatida hamkorlikning taraqqiy qildirilishi, ixtiloflarni unumli bartaraf qilish va barpochi ikki taraf munosabatining ahamiyatini ta'kidladi degan iboralarga o'rin berildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin chet ellarning do'stona bo'lmagan harakatlarga qarshi tadbir qo'llanish qaroriga imzo qo'ydi. Kreml sarayining to'r betida e'lon qilingan qarorga qaraganda, qarornomada Rossiyaga qarshi do'stona bo'lmagan harakatlar bilan shug'ullanayotgan Amerika va boshqa chet el davlatlariga qaratgan tadbirlar o'tirg'a qo'yilgan. Qarorga asosan davlatning bexatarligi va manfaatini qo'g'dash uchun bu davlatlarning diplomatik vakillari, konsulxonalari va davlat organlarining Rossiyadagi haqiqiy kishilar bilan emgak to'xtami tuzishiga cheklama qo'yiladi, zarur tepilganda man'iy qilinadi.
Rossiya hökuməti dostona bo'lmagan harakatlar bilan shug'ullanadigan davlatlar tizimligini, Rossiyada kelishim tuzaladigan haqiqiy kishilarning soni va tadbirlarning muddatini belgilaydi.